Hamid akani bilimlari ko'lami juda ham keng, chuqur va men shuni tushundimki, Hamid aka Sodiq nafaqat siyosatshunos, balki orzumand inson ham. Ya'ni ular siyosatni shunchaki fan deb o'rganilmaydi, bu o'rganmaydilar, balki ichlarida olov va orzu bo'lganligi bilan shu bilan birga o'rganishlari va shu fanni praktika qilishlari bilinib turibdi. Ochig'i men Hamid aka Sodiq bilan gapimiz kelishmasmikin, balki shu dunyoqarashlari to'g'ri kelmasmikin yoki ular mensimaydilarmi meni, shunaqa narsalar xayollar keldi. Lekin podkastdan keyin juda yaxshi podkast bo'ldi. Ular o'zlari ham aytdilar, yana qilaylik podkast deb. Ya'ni adolat uchun aytaman, podkastni o'zida ham aytib o'tdilar buni. Shunga bir namyoq qilib ketdilar. Podkastdan oldin endi sizlar hozir yoshlar bilan qatdan biladi, endi hozir nimani gaplashaman endi bular bilan deb bir o'ylaganlar, lekin biz ular aytayotgan gaplarni hazm qilib tushuna oldik va olingan ma'lumot va javobga qarab turib savol bera oldik ham.